nurdan ekan. Yuragim pul bo'lsa, pul boshimni egar. Qalbi qanotni yozar, men qirlarga yugursam, olimni shamol esar. Shamol nurdan ekan. Yuragim pul bo'lsa, pul boshimga egar. Soylardagi xarsak do'stlarga berar, bardoshning qo'lini bir cho'zsam, qo'limga qo'nar quyosh. Soylardagi xarsak do'stlarga berar, Hadi boşlamazsan. Hareketli. Yoshlik seni o'ylamagankan, ertaklarda so'ylamagankan, qaraganda kuylamagankan, gul sog'inib yig'lamagankan. Emanim yoshligim 18 yoshligim. Qaydasan sevgim. Oyizli qalam qoshigim. Yoshlik asli mening o'zimsan. Kecham kunduz qo'shib kuyimsan. Hayolimda doim o'zingsan. Nolalarim dardli so'zimsan. Emanim yoshligim. 18 yoshligim. Tanımış kemalsan.
yashanglar, sog' bo'linglar. Endi mana shu yerda do'stlarimizni, Obidjon do'stimizning eng yaqin dugonalar, Obidjon do'stimizning eng yaqin do'stlaridan Ruhullohxon, kelinimizning eng yaqin dugonalaridan Muqaddas xonlarni so'zga taklif qilamiz. Marhamat, kelib o'z shirin tilaklaringizni bildirib ketishingiz mumkin 2 yosh baxti uchun. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shunday fayzli xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar. Mana bugun dugonam bo'lmish Surayoxonning va ularning butun umr yo'ldoshlari bo'lib qolmish Obidjon akalarning nigoh va baxt kechasida yig'ilgan ekanmiz. Ularga baxt tilayman. Har bir kunlari mana shunday quvonchli, fayzli va baxtli o'tishiga tilakdoshiman. Obidjon aka, Surayoxon doim baxtli bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu fayzli kechaning fayzli mehmonlari. Mana bugun do'stimiz Obidjon, ularning umr yo'ldoshlari bo'lmish Surayoxonlarning nikoh bazmida o'tirar ekanmiz. Men do'stimga avvalo baxt saodat tilayman. Ota-onangizni xizmatida bo'ling. Yaxshimi yomonmi ota-ona hisoblanadi. Sizga haq gapirsa ham, nohaq gapirsa ham u ota-ona. Unga bo'ysunishga, chidashga majbursiz do'stim. Mana shu yerda qatnashamayotgan do'stlaringiz bor. Ular nomidan ham baxt tilayman. Hamisha baxtli bo'linglar. Do'st puli vagon bo'lmasa ham oqibati biton bo'lsin do'stim. Hamisha oqibati biton bo'lgan do'stlar yoningizda bo'lur. So'z avtorlarini davramizga taklif qilamiz. Marhamat. Omad so'ra Xudodan, omad beradi bir kun. Davlat so'ra Xudodan, davlat beradi bir kun. Ko'paysa gunohing, topolmay panohing, shafqat so'ra Xudodan, jannat beradi bir kun. Do'stim Obidjon, bugun siz uchun biz Xudodan baxt tilaymiz. Hamisha baxtli bo'ling do'stim. Demak, kuyovimizning do'stlaridan Sirojiddin hamda Fayzullolarni davraga taklif qilamiz. Kelinimizning dugonalaridan Gulxidaxon hamda Xushidaxonlarni davraga taklif qilamiz. Marhamat.
berilgan fursatdan foydalanib, ikkalalariga baxt tilayman, doim baxtli bo'lsin. Men sizlarga tilarman baxtdan koshona. Umringiz bo'lsin misli afsona. Agar baxt deganlari bo'lsa yagona, unda qayg'u alam sizlardan bo'lsin begona. Dugonam Surayxonga hamisha baxt. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu fayzli xonadonga tashrif buyurgan aziz mehmonlar, ham qishloqlar. Mana bugun kechamiz sababsiz do'stimiz Obidjon hamda kelinimiz Surayxonlarning nikoh baxt kechasida o'tirar ekanmiz. O'sha fursatdan foydalanib do'stim baxt tilayman. Bir 2 yoshga bir havas bilib qaraganlar, 2 yosh baxtli bo'lsin deganlar, bir chiroyli qarsaklar bilan kelin kuyovlarimizni olqishlab qo'ysaga to'ylar muborak do'stim. Do'stim, kastimchim shundoq yarashibdi do'stim. Mana shu yerda qatnasha olmayotgan sizni chin do'stingiz Islombek Salohiddin, Jahongir adashim Sirojdan, ham harbiy xizmatda yurgan do'stimiz Darxonbek nomidan alohida baxt tilayman. Qolaversa, Muhidin do'stimiz telefon qilib alohida tabriklar qo'yishimizni so'radi do'stim. Sabablarga ko'ra kelisha olmadi. Mana shu yerda Rafizjon do'stimiz nomidan ham baxt tilayman do'stim. Hamisha baxtli bo'ling. Xonobod xalqining Olish mahallasining eng oddiy oilalar bo'lib yurishlaringizga tilakdoshiman. Do'stim, hamisha baxtli bo'ling. E'tiboringizni rahmat. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu aziz mehmonlar. Men bir fursatdan foydalanib do'stim sizga baxt tilayman. Eng yomon ko'rgan kuningiz shunday o'tishiga tilakdoshman. Do'stim, o'sha qatnasholmayotgan o'rtoqlarim, jamiki kim Rossiyada bo'lsa, Rossiyada do'stlarim nomidan men tabriklayman do'stim. Xolasangiz 3 marta, xolasangiz 4 marta chiqaman do'stim mashinaga. Xolasangiz islom uchun, xolasangiz Jahongir uchun, hamma uchun men chiqaman shu yerda do'stim. Baxtli bo'ling do'stim. Marhamat, shu yerda so'z Davom etamiz. Yigitlar salomlariga. Endi kuyovimizning do'stlaridan Tolibjon hamda Avrorjon, kelinimizning dugonalaridan Shohruzaxon hamda Dilafruzxonlarni so'z navbatiga taklif qilamiz. Marhamat. Kelib turib 2 yoshga o'zlaringizni shirin tilaklaringizni bildirib qo'yishlaringizni. Marhamat, so'zga taklif qilingan insonlar. Tolib
adamın beni orta yerinden çatlatıyor. Dugonam Suroyaxonga baxt tilayman, hamisha baxtli bo'ling. Dugonam Suroyaxonga baxt tilayman, doimo baxtli bo'lsin. Hayotda eng yomon kuninglar shunday bo'lsin demayman, hayot yomon kuninglar o'zi bo'lmasin. Tolibjon bilan Abrorjon botib qo'ygan masalangizdan keyin iltimos. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu fayzli xonadonga yig'ilgan aziz mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun Olimjon Sevaraxonlarning nikoh to'yiga yig'ilishgan ekanmiz. Men o'zimga berilgan fursatdan foydalanib ularga uzoq umr, baxt saodat. Kelgusi yillarda nimaki niyat qilishgan bo'lsa, barcha niyatlarga yetishini tilab qolaman. Ovijon, do'stim, baxtli bo'ling. Ota-onangizni hurmatini qilib, mana shu yerda baxtli bo'lib, mana shu xonobod ahlini eng oldi oilalardan bo'lib yurishlaringizni tilab qolaman. Kelinimiz ham mana shu ota-onangizni hurmatini qilib, aka-ukangizni hurmatini qilib, mana shu yerda xizmat qilib yurishini tilab qolaman. Doimo baxtli bo'linglar, do'stim. Assalomu alaykum. Mashhur fayzli xonadonga bo'lgan mehmonlar, mezbonlar. Mana bugun do'stimiz Obidjon nikoh baxt kechasiga yig'ilganmiz. Do'stim, baxt tilayman. Doim baxtli bo'lmoqda. Shu yerda qatnashayotgan do'stlarimiz nomidan